Rishton yangi O'zbekistonning bir parchasi, qadimdan ma'lum va mashhur ajoyib go'sha. O'zining qanday ko'riklari, devzira guruchi, nafis sopol buyumlari bilan mashhur Rishtonning qiyofasi so'nggi yillarda butunlay o'zgarib ketdi. Aynan ushbu maskanga qiziqish bildirib kelayotgan sayyohlarning fikrlari buning yaqqol isboti. とても美味しいです。 韓国人が Men aslida koreyalikman, biroq hozirda Yaponiyada yashayman. Yaqinda O'zbekiston, ayniqsa farg'onalik yoshlarning chet tillariga bo'lgan qiziqish haqida eshitdim. Ular uchun yaratilgan imkoniyatlar, bilim olishga intiqlik meni juda qiziqtirdi. Bu yerga kelib mashhur palovni ham tatib ko'rdim. Asli men ijodkorman, she'r yozaman. Bu mening kitobim. Men quyosh qo'shig'ini yozmoqchi edim. O'zbekiston quyoshli o'lka deyishdi. Bu yerga bormasam bo'lmaydi deya keldim. Haqiqatan ham bu yerga kelib, quyosh nurlari, insonlar mehribonligi va tabiat go'zalligi bu nomga to'la to'kis mos kelishini his qildim. Endi bu ilhomimni qog'ozga tushirib, yangi ijodiy asarni yaratmoqchiman. に行かなくちゃいけないと。